Mana ahvol. Bu ko'cha bu. Mana ko'chani ahvoli. Shunaqa lotib ketganman, hozir ko'raman. Elite Building qurilish kompaniyasi tomonidan mana bu avtomobillari yo'llarni loy qilganligi to'g'risida murojaat qo'ygan edik. Mana yo'llar tozalanyapti. Qurilish inspeksiyasi xodimlari kelib joyida o'rganni. Mana ko'rishingiz mumkin, yo'llarni toza qilib qo'ydi. Rudaki ko'chasi bo'yicha ham yo'llar to'liq tozalanib chiqildi. Ijtimoiy tarmoqlardan aniqlangan murojaat yuzasidan qurilish joyiga kelib o'rganish ishlari olib borildi. Qurilish joyida mana shu yo'llar tozalanib, bartaraf qilish choralari ko'rildi. Bizlarni shoferlar kamgina e'tiborsizlik qilib, shu ahvolga nima yo'l qo'yildi. Hammasi bartaraf bo'linyapti, hammasi bu ish qayta takrorlanmaydi. Mana Rudaki ko'chasidagi holat loy bo'lib ketganda, mana to'liq tozalab yuvib chiqdi. Bu tomonni ham 2-3 metr, ya'ni ozgina qolgan joylari bor, hali yuvyapti buni. Murojaatga befarq bo'lmaganligi uchun qurilish inspeksiyasi xodimlariga rahmat aytamiz. Undan tashqari Elite Buildingga ham, o'sha qurilish kompaniyasiga ham rahmat. Mana 1 soatda bu holatni bartaraf etib, hamma joyda tozalab qo'yishdi.